arzon ombordagi arzon mahsulotlarni foydali xarid obunachilari uchun obzor qilishda biz davom ettiramiz. Bugun arzon ombordagi erkaklar va ayollar gigiyenik vositalarini narx-navosi bilan sizlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Aka, misol uchun shampunni oladigan bo'lsak, bu shampun qattiqki nima bitta o'zingiz qilib bersangiz aka. Bu shampunlarimiz Dermakil firmasining Turkiya mahsuloti bo'ladi. 1 litrlik 33 ming so'mga judayam sifatli shampunimiz. Bunaqa narxdan topa olmaysizlar. Chunki biz o'zimiz dillarimiz Dermakil, Ultra Compact, Turkiya mahsulotlarini biz o'zimiz olib kelamiz. Yana qiziq narsani Gizrant ko'rdim aka men narxini. O'sha 12 ming so'mdan aksiyonlarimizga kelgan. Har xil hidlari zo'r. Dezodorantlarimiz yana Rexacool'dan bor 16600 erkaklar uchun, ayollarimiz uchun ham kelgan mana Rexacool kelgan. Queen Secret'lardan bor 16600 so'm va undan ham qizg'o'roqlari bor. Ultra Compact'iki bor 14600 so'm. Qattiq topasizlar. Kraskalar o'shanda ikkitasi 23200. Ikkitasi plus 1. O'zlariga ham sheriklariga ham podarkaga olishadi opa-singillarimiz onalar. Necha puldan otganinglarni kommentariyga yozib ketasizlar. Yana nimalaringiz bor bu omborda? Hamma gigiyenik vositalarimiz bor. Bizda maskalardan tortib kremlar, losyon, body spray, hamma narsani eng arzonlarini bizdan topasizlar, xudo xolasa.